Assalomu alaykum. Bizning bugungi obzorimizda Ariza 6 Life atmosferniy motor bilan jihozlangan. Shuni biz ko'rib chiqamiz. Hamma bizdan so'radi. Oldingi safar biz Intelligence shunaqa oq variantidan obzor qiluvdik. Endi Life ga keladigan bo'ldik. 1.5 atmosferniy 113 ta ot kuchiga ega. Buni hozir obzorini qilamiz. Farqlarini aytib chiqamiz. Xo'p, mana motor jihati qaranglar. 113 ta ot kuchi, benzin tanlamaydi, 80 da ham yuraveradi, 92 da ham yuraveradi. Bunga yana metan ham o'rnatsa bo'ladi. Bizning Intelligence variantimizga o'tgan safar ko'rgan bo'lsanglar, ko'rgandirsizlar, Intelligence variantga biz faqat propan o'rnata olamiz. Xo'p, birinchi farqi Intelligence variant bilan farasi. Bu yerda galogen fara, Intelligence variantimizda yo'da LED faralar. Lekin ko'rinish jihat bir xil. Bu ham Lexus bashara desa bo'ladi. Buni ham mana panjarasi katta, shunga biz защита taklif qilamiz bu joylarga. Yana nima farqlari bor Intelligence bilan? Diskasini ko'ringlar, qop-qora boshqacha qilingan. Hozir men sizlarga Intelligence'ni ko'rsataman. Nari qo'yib o'ring, mana Intelligence. Ko'rasizlar, ikki rangli disk etudi. Bu yerda faqat bitta. Keyin bu live pozitsiyada bizda 16-razmer disk. Intelligence'da 17, Comfort'da ham 17 bo'ladi. Xo'p, farqlariga keladigan bo'lsak, slipoy zonalari yo'q, bokovoy oynalarda slipoy zonalari yo'q. Bunda mavjud emas. Nimaga? Chunki bu yerda yana kamerasi ham yo'q, mana. Intelligence variantimizda kamerasi bor edi, 360 kamera. Bunda faqat orqa kamerasi bor. Endi orqaga berayotganinglarda oldi orqa parktroniklari mavjud. Bo'ldi. Xo'p, ichiga o'tadigan bo'lsak, birinchi bo'lib sezadigan narsamiz bu yerda lyuk yo'q. Lekin ekranni mana ko'rasizlar, sal kichkinaroq. Lekin xuddi Ariza 6 Intelligence ekrani, Android Auto, Apple CarPlay hamma narsasi bor. Bu yerda sal farq qiladigani nimada? Besprovodnoy zaryadka yo'q bu pozitsiyamizda. Hamda ko'rasizlar, avtomat korobkani uni mamnaq qilasizlar. Bu yerda mana shunaqa yurg'iziladi. Intelligence o'zingizlar ko'ringizlar. Oldi orqa va kristalika bor. Xo'p. Keyin yana farqlari nima? Rul isitish tizimi yo'q. Bu yerda umuman o'rnatilmagan, lekin oldi sideniyalar isitiladi. Shunisi bor. Orqasiga yo'q, isitish tizimi mavjud emas. Xo'p, EcoSport rejimlari bor, lekin polsa удержанияsi ham yo'q. Oddiy cruise control. Oddiy cruise control degani prosta yoqib qo'yasizlar, ketaveradi, lekin mashina adaptivniy emas. Qurilish tizimi Ariza 6 ga o'xshaydi. Mana ko'rasizlar, bir xil knopkalar qo'yilmagan, nimaga? Xuddi o'sha variant, xuddi o'sha uzunlik, xuddi o'sha kenglik, prosta bir xil funksional qo'shilmagan. Lekin pulga arziydimi? 1.5 atmosferniy 80 da yuradi. Metan qo'yib olasizlar, bemalol farqi yo'q. Xo'p, bizda variator korobka, bu ham ruchnoy avtohold hamma funksionali bor. Bu yerdan mana etudan konditsioneri, ventilyatorni boshqarasizlar, bu yerdan gradusni boshqarasizlar mana. O'chirib qo'ysam bo'ladi. Bunday qilsa o'chiriladi. Bar mana ichida mana bunaqa kaliti boshqacha. Mana bunaqa qilingan ikkita kaliti. U o'zingizlar ko'rgandirsizlar, Ariza 6 Intelligence boshqacha, bundan boshqacha. Lekin bundan ham kalit zavod bo'ladi. Ochish, quplash ham narsasi bor, bagajnik ham kalitdan och bo'ladi. Mana shu farqini ham ko'rsatib o'tmoqchi edim. Xo'p, eko-koja. Yana bu yerda elektrichеский emas, endi qo'l bilan boshqarasiz. Spinka regulyatsiya mana bu pastidan bu endi elektronniy bo'lmaydi. Bu faqat endi qo'lda boshqariladi. Agar men sal tepar o'tirishga ko'raman, mana bunaqa qilib, ekan sal spinkani orqaga qilaman. Mana shunaqa qulay o'tirib ketaman. Endi bu mashinada faqat shu. Ketdik. Ariza Intelligence videosini ko'ringizlar. Jihati bir xil, faqat isitish tizimi yo'q, ko'rasizlar, knopkalari yo'q. Bitta USB anaqasi bor, konditsioner mana mana. Konditsioner qatga urishidan kontrol qila olasizlar. Bo'ldi. Mana shu orqasi mana bu pastakanlik qo'yilgan joyi ham yo'q. Mana bu yerda selni ketgan. Shunda ekonomiya bo'ladi, lekin qolgan jihat bir xil deb o'ylayman shu mashinani. Audio kolonkalari bu mashinada kamroq bo'ladi. 6 ta, Intelligence'da 8 ta. Shunga ham farqlanadi. Xo'p, endi bagajnikiga o'tamiz. Bagajnik mana shunaqa ochiladi knopkadan, o'zi tortib ketadi. Xuddi Ariza Intelligence bagajniki, lekin bu yerda mana bunaqa balon dakatka bo'ladi. Bu полноценный balon emas, bu zapaska emas, dakatka hisoblanadi. Xuddi shunaqa, shundoq qilib yopamiz. Faralari hamma ko'rinish tizimi bir xil. Diskda farq qiladi.
Funksionalda farq qiladi. 360 kamera gradusi yo'q, luka yo'q. Mana shunaqa farqlari bor. Lekin buni foydasi 25 million bilan olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Shunda 214 million 900 ming so'm bo'ladi shu mashina. Qaysi mashinaga teng? Mana kesib yuborasiz ekan, oldidan paydo bo'lamiz. Paq qildim. Kesib yuborasiz. Tig'i 2 bilan teng mashina bo'ladi, lekin Tig'i 2 da 1 litr turbina turibdi. Narxi 214 million 900. Buni foydasi bilan xuddi shunaqa 214 million 900, foydasiz oladigan bo'lsanglar 239 million 900 ming so'm. Biz sizlarni Cherry Challenger'da kutib qolamiz. Bizning yana obzorlarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, bizga obuna bo'linglar, like bosinglar hamda izohda o'zingizlarning fikrlarini qoldiringlar. Biz sizlar bilan ko'rishganda ko'rishguncha sog' bo'linglar.